Endi sizga xuddi oldingi reelsimda shortsda aytilgan gapni teskarisini aytaman. Agarda kim siznidir haqorat qilayotgan bo'lsa, bilingki, bu narsa aslida u sizni haqorat qilayotgan insonni ichidagi og'riq. Hech ham siz bilan bog'liq narsa emas, bo'lishi ham mumkin. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Chunki insonlar o'zini ichida bostirib kelayotgan, bir bekitib kelayotgan, ikki bostirib kelayotgan, uch shu narsani haqiqatga tik qaray olmayotgan narsani boshqalarda ko'ramiz. Xuddi shunaqa siz ham birov sizda razdражать qilsa, demakki bilingki, aslida siz o'zingizdagi shu uchta taraf orqali shu narsani ko'ra olmayapsiz, razdражать qiladi sizni. O'shaning uchun aslida biz bu manipulyativ o'yinni, hozirgi zamonni o'yinini ichiga qolmaslik ham shunchaki bu narsani sevgida qolib, o'zimizda shu taraf aniq borligini bilib, anglab, qabul qilib, yashab